2025-yil O'zbek futboli tarixiga oltin harflar bilan bitildi. Sababi O'zbekiston terma jamoasi 34 yilda ilk bor Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ushbu ulkan yutuqqa erishishda har bir fidokor sportchi va murabbiy, mazkur sohaga oid barcha xodimlarning beqiyos hissasi bor. Qatar bilan bo'lib o'tgan final uchrashuvidan so'ng davlatimiz rahbari futbolchilarimizga O'zbekiston iftixori ko'krak nishoni hamda avtomobil kalitlarini topshirgan edilar. Ta'kidlash kerakki, saralash bosqich o'yinlarida OKMK futbol klubi himoyachisi Islom To'xtaxo'jayev ham ishtirok etib, yurtimiz sharafini munosib himoya qildi. Bu chaqiruv nafaqat klub, balki butun Olmaliq shahri uchun ulkan yutuqdir. Bundan tashqari OKMK jamoasi tarkibida yoshlar ham katta sahnaga qadam qo'yishdi. Ali Abdurahmonov, Aziz Xolmurodov va Nodir Abdurazzoqov kabi futbolchilarimizning Olimpiya terma jamoasi safiga kiritilishi klubda yoshlar siyosatining to'g'ri yo'lga qo'yilganidan darak beradi. Bu yutuqlar yillar davomida amalga oshirilgan mashaqqatli mehnat, ustuvor reja va fidoyilikning samarasidir. Joriy yilning 14-iyun kuni futbol bo'yicha Superliga 12-tur uchrashuvlari doirasida o'tkazilgan OKMK Shortan bahsi avvalida Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yinda munosib ishtirok etgan sportchimiz e'tirof etilib, tantanali marosim tashkillashtirildi. Buni g'alabasi butun mana shu komandamizga g'alabasi. Tadbirda Olmaliq metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi, OKMK professional futbol klubi prezidenti Abdulla Xursanov tomonidan Islom To'xtaxo'jayevga zarbof to'n kiydirilib, qimmatbaho sovg'a topshirildi. Boshqaruv raisi jamoa bosh murabbiyi Mirjalol Qosimovning ham bu yutuqqa qo'shgan hissasini alohida ta'kidlab, o'yinchilarimizga omad tiladi. G'uzorning Shortan futbol klubiga qarshi o'tkazilgan uchrashuvning birinchi taymi ko'plab xavfli vaziyatlarga boy bo'lgan bo'lsa-da, hisob ochilmadi. Xurshid G'iyosov jarima maydoniga ajoyib tarzda to'p yetkazdi, keyingi harakat, zarba va darvozabon. Ikkinchi bosqichda ham konchilar ustunlikni qo'ldan berishmadi. Biroq raqib darvozasi oldida uyushtirilgan bir nechta xavfli vaziyatlarga qaramay, o'yin 0-0 ko'rinishida durang natija bilan yakunlandi. Yonginasidan o'tib ketmoqda. Bitta o'yin jiddiy qarash kerak, jadvalga qaramasdan. Masalan, agarda eslasangiz, bundan oldingi o'yinlarimizda ham mana shunaqa nastroysiz chiqib, oxirida o'z tarafimizga og'dirgan edi, lekin bu gal o'tgani yo'q. O'shaning uchun futbolda birinchi minutdan o'ynash kerak. Yana buni ham ayrim sabablari bor. Pererif FIFA kuni bizdan foydamizga bo'lmadi. Qolaversa, yoshlarimiz Fransiyaga borib keldi. O'yin ko'rsatib qo'ydi o'tdi. Islom To'xtaxo'jayev milliy terma jamoada bo'ldi. Baribirga o'shaning uchun futbollarda bo'lmaydi. Shu fursatdan foydalanib milliy terma jamoamizni tabriklayman. Har bir a'zosini, federatsiya mas'ullarni menga tarixiy natija qilindi. Bu yo'g'iga omad tilayman. Mana shunaqa. Ikkinchi bo'limda harakat qildi, vaziyatlar yaratdi, lekin undan foydalanib ololmadi. Shuning uchun futbollarda bo'lmaydi. 12-tur uchrashuvlaridan so'ng OKMK futbol klubi umumiy hisobda 24 ochko bilan Nasaf va Dinamo jamoalaridan keyin turnir jadvalining 3-pog'onasini egallab turibdi. Biz esa vakillarimizga kelgusi o'yinlarda omad tilab qolamiz.